o'zlarini obro'si, farzandlari dunyosi kesiladi dedi. Biz senga inna a'taynakal kawsar, biz senga kavsarni berdik. Nubuvatni berdik. Islomni berdik. Ummatni berdik. Ulamolarni berdik seni. Ummatingning ichidagi diningni davom ettiradigan. Qiyomat kunida kavsarni berdik. Mu'minlar ichadigan. Seni dining davom etajakdir. Haqiqiy insonning nasli, haqiqiy insondan qoladigan narsa uni amallari ekan. 7 ta o'g'li bor Abu Lahab, qari Xudoyini ko'rsat menga azobini keltirchi. 7 ta farzandim bilan, mol dunyoyim bilan daf qilaman dedi. Alloh taolo shunday illat, shunday dardni berdiki, o'g'illari, xotinlari qaramay qo'ydi. Irib ketdi, bo'ylanib ketdi. 2 ta Habash qulni olib kelib qaratishdi. O'ldi, shular sudrab olib borib ko'mishdi. Alloh taolo inna shani'aka huval abtar. Seni diningga dushmanlik qilayotgan, iymonga dushmanlik qilayotganlar kesilguvchidir dedi. Demak, senga kavsarni berildi, ummatni berildi, ulamolarni berildi degani amri ma'ruf qilib, haqni gapiradigan ulamolarni berildi. Alloh taolo bu bilan payg'ambar alayhisalomga payraviylik qiladigan, amri ma'ruf qiladigan, haqni hamma zamonda gapiradigan ummatlarda sha'nini Alloh taolo ulug'ladi. Inna a'taynakal kawsar. Biz senga kavsarni ato qildik. Ummatning ichida ulamolarni, haqni, iymonni da'vat qiladiganlarni berdi senga deymiz. Qiyomatga doğru Allohu Rasulidan gapiradigan, shuni da'vat qiladigan zamonidan kofirlarda hiyla, nayrangidan qo'rqmasdan gapiradiganlarni Alloh taolo ulug'ladi. Ammo minglagan ahli ilmlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, zamoniga qarab, siyosatiga qarab, haromga qarab, shariatni muvofiqlashtirib beradiganlar Alloh taolo aytibdi, odamlarning ichida bir toifalar borki, ular iymon keltirdik, biz musulmonmiz deyishadilar, ular musulmon emas deyapti. Qiyomat kunida qattiq o'chab qo'yamiz ulardan deyapti Alloh taolo. Demak, ixtilof bo'lsa, yo'lni qaysiligini bilmayotgan bo'lsak, payg'ambarning gapiga qaraylik. Bu zot aytdilar, Qur'on. Kim Qur'ondan gapirayotgan bo'lsa, shuni mahkam ushlaylar dedilar. Buni vasiyat qilganlar. Men ketyapman. Men ummatga dunyo qoldirmadim, podshohlik qoldirmadim. Taraktu fikum amrayn. Men sizlarga 2 narsani qoldiryapman. Bittasi Allohning kitobi, bittasi mening hadislarim dedilar, sunnatim dedilar. Mana shu ikkala narsani kim ushasa agar qiyomatga doğru adashmaydilar dedilar. Taraktu fikum amrayn. Ma in tamassaktum lan tadillu abadan. Kitaballoh va sunnati dedilar. Butun dunyo yuzga kirib ketsa agar Allohning kitobini, hadisni mahkam ushlagan odam adashmaydi, buni payg'ambar aytdilar. Hech ikkilanish yo'q bu yerda. Shak yo'q bu yerda. Shak qilgan odam gumroh bo'ladi, adashadi. O'sha Allohning so'zini, kalomini, o'sha payg'ambarning sunnatini kim ushlayotgan bo'lsa, kim aytayotgan bo'lsa, o'sha haq. Shayxul Islom bo'lsin, yer yuzi uni ko'tarib turgan bo'lsin, oyatdan, hadisdan chetlar ekan, iymondan chetlaydi. Dunyo ko'taraveradi buni. U adashadi. Ammo butun dunyo uni la'natlab turgan bo'lsa, Allohning oyatini, hadisni mahkam ushlagan bo'lsa, Allohning huzurida u azizdir. Tarixiy shaxslar chiqishligi Allohning huzurida ekan bu. Ana shunday buyuk insonlar butun hayotidan nafsini ushlab, dinni dunyoga almashmasdan, iymonni obro'ga, dunyoga, amalga almashtirmasdan mahkam ushlagan insonlar Xudoning huzurida buyuk insonlar bo'ladi.
Bu dunyoda haqiqatan shunday buyuk bo'lmasa ham, ammo Alloh taolo chiqarib qo'ysa, bu dunyoda ham mashhur qilib qo'yaveradi. Endi bas qilaylik. Bir musulmonni nohaq kofir degan odamning hukmi qanday? Bu aniq, ravshan. Buni javobi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom musulmon kishiga kufr lafzini otmaydi. Bironta nomahram tilidan kofir deb otmaydi. Musulmonlar, Yahudlar 71 firqaga, Nasorolar 72 firqaga, musulmonlar 73 firqaga bo'linib ketadilar. Shundan bir firqasi najot topadi, qolgan 72 firqasi jahannamda bo'ladi deganda sahobalar, bizlar qaysi firqadanmiz dedilar. Sizlar o'sha najot topuvchi firqadansizlar dedilar. Najot topuvchi firqalar qanday bo'ladi desa, ahli qibla odamdir, musulmon odamdir. Kufrga nisbat bermaydi dedilar. Bir musulmon birodarini sen kofirsan, sen dindan chiqqansan demaydi dedilar. Mana shu ahli sunna va jamoadan bo'ladi dedilar. Kim birovni kofir degan bo'lsa ahli sunna va jamoadan chiqdi, o'sha bitta najot topadigan jamoadan chiqdi, shuni bilib olinglar. Buni payg'ambar aytdilar. Boshqa odamning so'zi emas bu. Payg'ambarning so'zi bu. Demak, o'sha payg'ambar aytdilar, mu'min, musulmon bir-biriga kufr lafzini otmaydi. Otgandan keyin tamom, u endi chiqdi. Borib gapirishadi unga. U kofir bo'ladi. Agar uni amalida kufr yo'q bo'lsa, o'ziga qaytadi, o'zi kofir bo'ladi. Musulmon kishi kofir deb so'kmaydi. Musulmon kishi aybini yuziga aytadi, o'nglab qo'yadi, haqqiga duo qiladi. U bilan bitta safda turadi. Ikkita musulmon bir-biri bilan chiqisholmayotgan bo'lsa, bir kofir kelib bittasiga tajovuz qilsa, gapirishmayotgan musulmon kelib yonini oladi musulmon do'stini. Birgalashib turib kofirni qaytarib yuboradi. Keyin yoqasidan olib, men sen bilan urushidim, gapirishmasdim. Lekin meni iymonim ana bu kofirning muqobiliga bitta mu'min musulmon birodarimni tashlab qo'yishga buyurmagan. Men seni tarafingni oldim, haqqini ber deydi. Islom mana bunga buyuradi. Kofir kelib tajovuz qilib, bulg'ab uni, qamab, otib, o'ldirib, bee'tibor qilib tashlasa, chap-peshop tushmaydi, o'zi shunaqa edi bu. Haddidan oshib ketibdi. Mana Xudo jazosini berdi deb deydi. Kofir unga haddidan oshib tajovuz qildi uni. Musulmon birodarini toptadi. O'shunga qarab turgan musulmon emas. Musulmonni tarafini oladi. Kofir ziddiga qarab turmaydi. Alloh taolo hammalarimizga hidoyat bersin. Navro'z va 8-mart bayrami haqida qisqacha to'xtalib o'tsangiz, bu aniq narsa. Navro'z islomdan ilgari Eron xalqidan chiqqan 22-mart kuni Eron kalendari bo'yicha yangi yil boshlanadi. Bahor boshlanadi. Navro'z degani yangi kun degani. Ya'ni ulug' ziroat, bog'dorchilik, yer, oftob, bahor boshlanadi. Buni bu mamlakat bayram qiladi. Mana shu mamlakatga tobe bo'lgan, shunga ergashganlar ham bayram qiladi. Bu olamiy bayram emas. 8-mart islom ummatini ayollariga Alloh taolo hijobni buyurgan. Kufr mana shu hijobda ayollarning yuzidan olgan bitta islomiy hukm bulg'angan. Chor Rossiyasi kelib, sotsialistik tuzum barpo bo'lib, shu tuzumni boshqarish kommunistlarning qo'liga o'tganda 8-mart kunini paranji yopish, O'rta Osiyoda paranjilarini yoqib
ayollarda, muslima ayollarda keldi ochilur chog'ing, o'zliging namoyon qil. Yuzing qanaqa, qoshing qanaqa, ko'kraging qanaqa, bo'yning qanaqa, o'zingni endi namoyon qilib ochil degan kun bo'ladi. Ayollarda islomdagi bitta hukmi kufr tarafidan toptalgan kun bo'ladi. Endi bitta musulmon odam ayoliga kelib, qiziga kelib, bir narsa shirinlikmidi sovg'a qilib, yuzingiz ochilib, iymoningiz yoqilib, kofir bo'lganingiz qutlug' bo'lsin degani bo'ladi. Ochilganingiz qulluq bo'lsin degani bo'ladi. O'zligingizni hammaga ko'rsatgan kuningiz, kufringiz muborak bo'lsin degani bo'ladi. Iymondan kufrga o'tgan kuningiz bilan tabrik qilaman degani bo'ladi. Kim xotinini, qizini kufrga rozi bo'lsa, ochilishiga rozi bo'lsa, endi siz biznikisiz-u, hamma sizni yuzingizni ko'rib maza qilaversin. Hamma ko'zi bilan sizni zino qilaversin. Hammaga zinoga biz rozimiz, sizga muborak bo'lsin degani bo'ladi. Ammo musulmon kishi, iymoni bor, hamiyati bor kishi hijobni himoya qiladi. Bir musulmon kishining gardanida 4 ta ayolda omonati bor dedilar payg'ambar alayhissalom. Birinchisi onasi, ikkinchisi ayoli, uchinchisi singlisi, opa-singlisi, to'rtinchisi qizi. Mana shularning ichida onasi agar otasining iymoni zaif bo'lsa, bolasining gardaniga tushadi, onasini himoya qilishligi. Hijobing bilan chiq, ey ona, ertaga Xudoning oldida yuzing kuymasin deydi. Ammo otasi mustahkam bo'lsa, farzandi gardanidan otaning gardaniga saqlanib qoladi. Singlisi, opasi, pochchasi agar iymoni zaif musulmon bo'lsa, u qo'y bersa, opajon, singiljon, yuzingizni yoping, bu Xudoning hukmi deb eslatib turadi. Ammo xotini bilan qizi uni gardanida bo'ladi. Uni omonatida bo'ladi. 8-mart ayollarda iymondan, Xudoning bitta hukmidan, ey mu'min bandalarim, ayollaringiz yuzini yopinglar. Uni kimligi tashqaridagilarga bilinib, fitna qo'zg'almasin, u sizniki degan Allohning hukmini yirtgan, shunga amal qilmagan, Allohning bitta hukmini inkor qilganlarda bayrami bo'ladi. Qaysiniz xotiningizni, qizingizni, ayolingizni, opa-singlingizni ana shunday Allohning hukmidan kufr hukmiga qarab o'tganligini muborakbod qilmoqchi bo'lsa, 8-mart bayrami bilan tabriklasin. Tavalar olindimi? Endi xo'p, oxirgi savol. Bir odam harom tirikchilik qilsa, aroq sotib, zavodi bo'lsin, do'koni bo'lsin, tirikchilik qilsa. Ikkinchi bir odam ribo bilan, sudxo'rlik bilan tirikchilik qilsa. Uchinchi odam qimor o'ynab, kazino ochib tirikchilik qilsa. To'rtinchi odam fohishaxona, kazino, qimorxona ochib, shundan tirikchilik qilsa. O'qigan namozi nima bo'ladi? Shu odamning 70-80 ga kelgan otasi bor.